Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Parandachilik kanalining hurmatli obunachilari va Andijon qora jo'ja ishqibozlari. Xudo xolasa Andijon qora jo'jalarimizni yaxshi holatdagi variantdagi jo'jalarimiz 25 kunlik holatda sotuvga e'lon qilamiz. Kimga zarar bo'lsa pastdan nomerlar qoldiramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumani, Yuqori Bo'z, Navbahor 25-uydamiz. Xudo xolasa kimga zarar bo'lsa mana shunaqa Andijon qora jo'jalarini bir haftalikdan tortib qo'ylarki 10 kun, 15 kunlik, 20 kunlik, 1 oyligigacha zakaz olamiz. Zarar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu Andijon qora jo'jani eng yaxshi tomoni, yutuq tomoni akalar. Andijon qora jo'jalar tuxum yo'nalishida bo'ladi. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda bu uy tuxumi hisoblanadi. Oddiy ali sendel tuxumiga almashtirib qo'ymaydi. Buni tuxumlari 3000 so'mdan sotiladi bahorda. Mana hozirgi danli momentdan 3000 dan tortib 4000 gacha Andijon qora tovuqlarining tuxumlari bo'ladi. Akalar Andijon qora tovuqlari nima afzalliklari bor desanglar, bular kasallikka, chuma, har xil jinniga kasalliklardan ancha yiroq bo'ladi. Akalar jo'jalarimiz holatlari o'ta go'zal holatda bo'ladi, ko'ryapsizlarmi? Mana 25 kunlik holatdagi Andijon qora jo'jalarimiz. Har doimgidek Muhammad Oyib sizlarni aldash uchun yo boshqa qilish uchun videoni shunday qilib oladigan bo'lsam, akalar mana to'g'ri bo'lib ko'rinadi bular. Siz oldingizga borgandan keyin kichkina bo'lib ko'rinib qoladi. Buni internetdan qo'y olayotgan, mol olayotgan, boshqa narsa olayotganlar juda yaxshi biladi. Uyga borgandan keyin kichkina bo'zachaga yoki kichkina qo'ziga o'xshab qoladi. Shuning uchun sizlarga iloji boricha men bo'yim 180 ligini hisobini olib, shuni tepadan olib berishga harakat qilaman doim. Chunki uyga borgandan keyin kichkina bo'lib ko'rinib qolmaydi. Boshqa bo'lmaydi. Hali olgan narsangizdan ko'nglingiz to'ladi, aka. Shuning uchun har doim Parandachilik kanalini qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimiz uchun biz ham qo'limizdan kelgancha shu ishni boshqarib, yaxshi holatdagi Andijon qora jo'jalarini klientlarimizga mana 7 yil mobaynida berib kelyapmiz. 7 yillik tajriba bor. Kecha qo'shilib qolgan emasmiz bu biznesga, akalar. Muhammad Oyib desanglar ancha odam hozir tanib qolgan, bilib qolgan. Ancha odamlar olmayapti, akalar. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda yaxshi jo'jani, chiroyli vaksinalari bilan yaxshi holatda mana hozir aka mana 25 kunlik holatda ko'ryapsizlar, dorilarni ichib chiroyli holatlarda yaxshi katta bo'lgan Andijon qora jo'jalarimiz bo'ladi. Akalar bularni narxiga keladigan bo'lsak, bir chekkadan tanlab oladigan bo'lsanglar, aka, hech katta yo'q narxlarda 25 ming so'mdan qilib beramiz, akalar. Salkam bir oylik bo'ladi. Qolgan joylarda 25 ming umuman yo'q narx, aka. 30 ming so'm, 35 ming so'm deyishyapti. Bu jo'jalarimiz aka hamma vaksinasini qilib bo'lganmiz. Hozirda yana bir marta oladigan akalarimizga rasotasini sachib ko'zlariga quyib jo'natib beramiz. Yoki kelsangiz aka, uyimizda shunday asha rasotalarini qilib berib jo'natamiz. Inshaalloh yaxshi jo'jalar zarur bo'lsa, pastki nomerlarga aloqa qilsanglar, akalar, ancha-muncha kamko'sti bo'lsa, telefon orqali ham bajarib, yaxshi holatda chiroyli qilib yetkazib beraveramiz, akalar. Jo'jalarning holatiga bitta e'tibor berib qo'yinglar, akalar. O'ta go'zal holatda, tiniq holatda Andijon qora jo'jalarimiz bo'ladi. Akalar 10 kunligini olib yoki 15 kunligini olib biznes qilmoqchi yoki xuddi shunaqa 4 ga 5, 6 ga 4, 3 ga 3 xonalaringiz bo'ladigan bo'lsa ham 500 600 tashlab qo'yib, aka, ashadan yaxshi manfaatli foydalansangiz bo'ladi. Bizdan 10 kunligini olib, aka, bizga qaytarib 20 kun, 1 oylik qilib sotsangizdan bo'laveradi, akalar. Xudo xolasa yaxshi narxlarda olib qolamiz, yaxshi narxlarda beramiz, akalar, sizlarga. Sizdan 1-2 so'm foydalanamiz, bizdan 1-2 so'm foydalanamiz, aka. Shunda sizni joyingiz bekor turmaydi, bizning pulimiz ham bekor turmaydi. Shunda aylanma bo'ladi, aka. Bunaqa taklif hech qayerda yo'q. Faqat Parandachilikda bo'ladi, aka. Parandachilikga obuna bo'lib, kanalni kuzatib, chiroyli podpishka qilib tursanglar, xudo xolasa mana shu jo'jalarni, aka, O'zbekiston 12 ta viloyatga yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Holatiga bitta baho berib qo'yaverasizlar. Jo'jalarni, akalar, yonidan olib kelib, chiroyli qilib sizlarga kattaroq ko'rsatishi ham mumkin, lekin Parandachilikda Muhammad Oyib qilig'i shunaqa emas, akalar. Uzoqdan chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Nimagaki, borgandan keyin hali norozichilik yoki qandaydir hali jo'jamiz katta yoki kichkina bo'lib ko'rinmasligi uchun qo'limizdan kelgan shunaqa uzoqlardan video qilib chiroyli qilib sizlarga arzon qilib beryapmiz, akalar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, akalar, 25 ming so'mdan O'zbekiston 12 ta viloyatga dastlabki xizmatimiz bor. Kelishilgan holatda bir chekkadan ushlagan holatda 25 ming bo'ladi. Ucham tanlab olaman deganlarga, akalar, bizga narxlar qo'shilib qoladi. 25 ming hech qayerda yo'q narx. Bitta kanalda podpishka qilib like bosib, aka, videoda Andijon qora jo'jasini boqmoqchi, uyi bekor turgan 3 ga 4 uy xonalari bekor turgan akalarga video tarqatib ko'rasizlar. Xudo xolasa sizlarga Parandachilik yaxshi taklif bilan chiqyapti. 10 kunligini olib, aka, bemalol 1 oylik qilib bizga qaytarib sotsangiz bo'ladi. Joyingizdan unumli foydalaning, Parandachilik kanaliga obuna bo'ling. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlar uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan kanalda admin Muhammad Oyib bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga Andijon qora jo'jasi kerak bo'lsa, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Hamma vaksinalarga bo'lgan chiroyli holatdagi Andijon qora jo'jalarimiz 25 ming kunlik holatdagisi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.